Keyingi bilishimiz kerak bo'lgan narsa bu types of business entity, ya'ni biznes turlari. Biznes 3 xil turdan bittasida ish olib borish mumkin. Ya'ni 3 xil bo'ladi. Birinchisi bu sole proprietorship, ya'ni yakka tadbirkorlik. Yakka tadbirkorlik o'zi nomi bilan aytib turibdi. Uni egasi bitta individual shaxs bo'ladi va qonuniy jihatdan biznes egasi bilan biznesni o'rtasida hech qanaqa farq bo'lmaydi. Ya'ni qanaqadir qonunbuzarlik holati kuzatiladigan bo'lsa, unga qarshi ish olib borilsa, u xoh shaxsga nisbatan bo'ladimi yoki biznesga nisbatan ochiladimi bu qonuniy ish, bu bitta deb hisoblanadi. Va yakka tadbirkor biznesidagi profitgayam, lossgayam o'zi fully liable bo'ladi, ya'ni o'zi unga to'liq javobgar. Va bundan tashqari yakka tadbirkorlikda capital structure nisbatan boshqa turdagi bizneslarga qaraganda soddaroq bo'ladi. Ya'ni capital account bo'ladi. Agar biznes egasi qanaqadir biznesga investitsiya kiritadigan bo'lsa, o'sha kapital accountiga o'zi qo'shimcha qanaqadir mablag' kiritish orqali biznesga qo'shimcha investitsiya, qo'shimcha mablag'ni jalb qilishi mumkin. Yokida biznesdan olingan foydani qo'shish orqaliyam capital, ya'ni kapitalni ko'paytirishi mumkin. Yoki aksincha, agar biznesi foydasidan yoki biznesdan pul olmoqchi bo'lsa, unda shu withdrawal account bo'ladi. Shu withdrawal qilish orqali kapitalini kamaytiradi. Ya'ni biznesdan pul, mablag' yoki boshqa aktiv bo'lishi mumkin, chiqarib olishi mumkin. Biznesni keyingi turi bu partnership deb aytiladi. Ya'ni shirkat yoki hamkorlik. Bu sole trader bilan deyarli bir xil. Faqat yagona farqi shundaki, sole traderda agar bitta shaxs egalik qilsa biznesga va u o'zi fully liable bo'lsa, profitga ham, lossga ham, bunda partnership o'zi oti bilan aytib turgandek, 2 va undan ortiq shaxslarni birlashishidan, birga ish biznes qilishidan tashkil topganligi uchun bunda foyda va zarar, ya'ni income yoki liability shu 2 yoki undan ortiq bo'lgan partnerlar orasida teng bo'linadi. Shuning uchun ham partnership, ya'ni hamkorlikning bitta plus tarafi risk va liability partnerlar orasida bo'linadi. Shuning uchun ham full responsibility faqat bitta shaxsga emas, hamma partner memberlarga tushadi. Va partnershipdagi capital structure ham sole tradernikiga, ya'ni yakka tadbirkorligiga juda ham o'xshaydi. Ya'ni agar hamkorlar biznesga investitsiya, kapital kiritmoqchi bo'lsa, o'zini shu kapital accountga qo'shimcha mablag' qo'shish orqali kiritishi mumkin yoki biznesdan kelgan foydani qayta yana biznesga jalb qilishi mumkin. Yokida biznesdan agar qanaqadir pul yechib olmoqchi bo'lsa ham, o'sha drawing account orqali pul yechib olishi mumkin. Biznesning 3-turi bu limited liability company, ya'ni mas'uliyati cheklangan jamiyat deb aytiladi. Bu yakka tadbirkorlik bilan shirkat, ya'ni o'sha partnershipni gibrid varianti deb aytsak bo'ladi. Va bu mas'uliyati cheklangan jamiyatda bu o'z egalarini o'sha kompaniyani qarzlari yoki majburiyatlarini to'lashdan ozod etib yoki undan himoya qiladigan o'sha korporativ tuzilma deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bunda ownerlar bilan, ya'ni egalari bilan biznes bu alohida shaxs deb yuritiladi.
Shuning uchun, aksiyadorlarni shaxsiy aktivlari himoyalangan. Ya'ni agar kompaniya qanaqadir moliyaviy qiyinchiligi duch kelib, o'zini qarzlarini to'lab berolmasa, ya'ni qoplab berolmasa, aksiyadorlarni aktivlaridan hech qanaqa pul to'lab berilmaydi va aksiyadorlarni javobgarligi aksiyalari ulushi bilan cheklangan bo'ladi. Ya'ni bu nima degani, agar bitta shaxs qanaqadir o'sha shareholder, aksiyador nechi foizini sotib olgan bo'lsa, masalan, sherlarni o'shanchasigagina javobgar bo'ladi. Boshqaruv turiga keladigan bo'lsak, mas'uliyati cheklangan jamiyatlar aksiyadorlar tomonidan saylangan o'sha direktorlar kengashi tomonidan, ya'ni Board of Directors tomonidan boshqariladi. Va mas'uliyati cheklangan jamiyatda kapital structure'i boshqa biznes turiga qaraganda bu sal murakkabroq hisoblanadi va aksiyadorlar shu yakka tadbirkorlar yoki shirkat, ya'ni hamkorlikdagi biznes turlaridek biznesdan pulni shundoq olisholmaydi, ya'ni droving qilib pulni xohlagan payt chiqarib olisholmaydi. Buni o'rniga ular to'plangan foydadan to'lanadigan dividend deb ataladigan shu kompaniya investitsiyalaridan daromad olishadi. Birinchi chapterdagi keyingi subheadingimiz bu framework. O'zi framework o'zi nima degan savolga javob bersak, ya'ni accounting framework bu moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va yuritish va baholash uchun qabul qilingan qoidalar, tamoyillar va standartlar tizimi. Sodda qilib aytganda, shu buxgalterlar, auditorlar hisobotlarni qanaqa qilib to'g'ri va yagona shaklda yuritishi kerakligini belgilab beruvchi asosiy qoidalar majmuasi. Frameworkni 3 ta asosiy tarkibiy qismga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi bu accounting principles, ya'ni tamoyillar. Masalan, accrual basis, ya'ni hisoblash usuli, going concern, ya'ni doimiy faoliyat, consistency, izchillik yoki historical cost va yana boshqalar. Ikkinchisi bu accounting standards, ya'ni standartlar. Masalan, SECda o'rganadiganimiz IFRS, ya'ni xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. Yana bo'lishi mumkin, masalan, GAAP, ya'ni AQShda shu umumiy qabul qilingan shu buxgalteriya tamoyillari. Va uchinchisi regulatory framework, ya'ni huquqiy, qonuniy jihatdan har bitta davlat o'zini moliyaviy hisobotlarini yuritish tartibini qonun bilan belgilab qo'yadi. Masalan, shu soliq kodeksi yoki buxgalteriya hisoboti to'g'risidagi qonunlar shular jumlasidan. Endi CCAda o'rganadigan accounting frameworkimizga kelsak, bu framework Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 deb aytiladi. Ya'ni qisqa qilib Conceptual Framework desak bo'ladi va bu mana ko'rib turganimiz International Accounting Standards Board tomonidan tuzib chiqilgan. Ya'ni bu International Accounting Standards Board shu accounting frameworkni tuzadi, tahlil qiladi, uni kontrol qiladi. Ya'ni xalqaro buxgalteriya standartlari kengashi deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu organizatsiyani shu organizatsiya tomonidan monitor qilinadi. Conceptual framework asosiy maqsadi IASBga, ya'ni xalqaro buxgalteriya standartlari kengashiga shu moliyaviy hisobotlarni standartlarini ishlab chiqarish, ularni mukammallashtirishda yordam berish. Ya'ni ko'zda tutilmagan yoki aytib o'tilmagan qanaqadir jihatlari bo'lsa, ya'ni moliyaviy hisobotlarni tuzishda ularni o'sha tuzuvchilar tomonidan qanaqadir duch kelingan xatoliklar yoki kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha jihatlarini to'ldirishga yordam beradi. Birinchi buni aniqlashga, keyin uni to'ldirishga va mukammallashtirishga yordam beradi. Va shu accounting frameworkdagi bitta muhim konseptlardan biri bu prudence, ya'ni prudence tarjima qilsak ehtiyotkorlik bo'lib chiqadi. Ya'ni bu noaniqlik sharoitida hukm chiqarishda ehtiyot bo'lish degan ma'noni bildiradi. Va bu moliyaviy hisobotlarda aktivlar va daromadlarni oshirib ko'rsatmasligini va majburiyat bilan xarajatlarni
kamaytirilmasligini ta'minlashga yordam beradi. Ya'ni, financial statements, ya'ni moliya hisobotlarni tuzayotganda kompaniyalar shunga, judayam e'tibor berishi kerak va uni tekshirayotganda ham, masalan, auditorlar yoki boshqa soliq, xodimlari bo'ladimi, shu jihatlarga, e'tibor berishadi. Ya'ni bularda o'sha asset, income, ya'ni aktivlar va foyda, ko'paytirib ko'rsatilmasligi kerak va majburiyatlar va xarajatlar kamaytirilmasligi kerak. Bu orqali ko'pincha kompaniyalar o'zini asset, aktivlarini va foydalarini ko'paytirib turib, investorlarni jalb qilishga harakat qiladi va bu, ko'pincha, judayam salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni, bunga investorlar, kiritayotgan, investitsiya o'zini oqlamasligi mumkin. Chunki financial statement, ya'ni moliya hisobotlarda xato, yoki yolg'on raqamlar ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bu conceptual framework'ga qualitative, characteristics'i bor. Ya'ni, xarakteristikasi, sifatlari va conceptual framework, qualitative, characteristicslarini, ikkita, kategoriyaga bo'lsak bo'ladi. Birinchisi bu fundamental qualitative characteristics, ya'ni fundamental, xarakteristikalari va ikkinchisi enhancing qualitative characteristics, ya'ni enhancing, ya'ni kuchaytiruvchi, o'sha qo'shimcha sifat jihatlari degan ma'noni bildiradi. Fundamental qualitative, characteristicslarga relevance bilan, faithful representation kiradi. Ya'ni relevance bu dolzarblik, ya'ni aktualность, deyiladi, shu modern language'da. Faithful representation, ya'ni shaffoflik, ya'ni moliyaviy hisobotlarni, hamma qonun qoidalarga mos ravishda to'g'ri ko'rsatilishi. Enhancing qualitative, characteristiclarga, 4 ta sifat kiradi. Ya'ni bular comparability, ya'ni taqqoslanish, verifiability, ya'ni tasdiqlash, timeliness, ya'ni o'z vaqtida taqdim etilishi va oxirgisi understandability, ya'ni tushunarli bo'lishi. Endi quyida sanab o'tilgan sifatlarni birma-bir ko'rib chiqsak. Birinchi bo'lib fundamentallardan boshlaymiz. Relevance. Relevance ya'ni dolzarblik. Information, ya'ni ma'lumot qachon dolzarb bo'ladi? Qachonki, ma'lumot, yuzerlarni, iqtisodiy qarorlarni qabul qilishiga ta'sir qila olish qobiliyatiga ega bo'lsa va bu information, ya'ni ma'lumotlar shu vaqtida taqdim qilinsa. Birinchi kriteriyasi bu ta'sir qilish qobiliyati, ikkinchisi vaqt. Ya'ni vaqtida va shu yuzerlarni, ma'lumot foydalanuvchilarini, economic decision deyiladi. Ya'ni iqtisodiy qarorlariga, ta'sir qila olish, qobiliyatiga ega bo'lsa, bu o'sha relevant information deb hisoblanadi. Va relevant information, ya'ni dolzarb ma'lumotlar ikki xil o'rinda foydali deb hisoblanadi. Ya'ni ikki xil, valuesi bor. Birinchisi bu prognoz qilishda, ya'ni o'sha predictive value deydi va ikkinchisi o'sha o'tgan qarorlarni baholashda, ya'ni assess qilishda yoki uni tasdiqlashda va bu confirmatory, value deb aytiladi. Masalan, shu predictive value, foydalanuvchilarga hozir, o'tmish va kelajakdagi bo'ladigan voqea hodisalarni, baholashda yordam beradi. Confirmatory value bo'lsa, foydalanuvchilarni shu o'tmishda qilgan qandaydir, prognoz yoki, shu evaluation yoki assessment deydi, o'shalarni tasdiqlashda, ya'ni qanchalik, to'g'ri yoki noto'g'riligini, tahlil qilishda yordam beradi. Keyingi xarakteristikamiz bu faithful representation, ya'ni shaffoflik. Ya'ni bunda ma'lumotlar qanaqa bo'lsa, ya'ni haqiqiy holatda qanaqa bo'lsa, uni shu to'g'ri boricha aks ettirish va, ma'lumot faithful, bo'lishi uchun 3 ta talabi mavjud. Ya'ni birinchisi bu to'liqlilik, ikkinchisi aniqlik va uchinchisi xatolarsiz. Ya'ni, birinchisi completeness, ya'ni biza
SSC topshiradigan o'quvchilar ingliz tilida, ya'ni mana shu konsept, framework, yana boshqa terminologiyalarni o'sha ingliz tilida bilishi kerak bo'lgani uchun, shu ingliz tilini aralashtirib, iloji boricha konseptlarni ingliz tilida aytib o'tishga harakat qilyapmiz. O'shanga notationlarni ham o'sha ingliz tilida yozib boramiz. Birinchisi shu completeness, ya'ni to'liqlilik, ikkinchisi neutrality va uchinchisi free from error, ya'ni xatolardan xoli bo'lishi kerak. Shu 3 ta sifatga ega bo'lsa, shu faithful representation deb hisoblanadi. Endi keyingi kategoriyaga, ya'ni enhancing characteristicsga o'tsak, birinchisi comparability, ya'ni taqqoslash imkoniyati. Bunda foydalanuvchilar turli kompaniyalarni yokida bitta kompaniyani turli davrlarini solishtira olish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni bu nimaga kerak? Masalan, bo'ladi biznes analitiklar yoki financial analitiklar o'sha kompaniyalarni o'sha financial statement, ya'ni moliyaviy hisobotlarini olib qanaqadir prognozlar yoki qanaqadir forecast, u xoh kompaniyani ichki maqsadlari bo'lsin yoki external userlar bo'lsin, masalan investorlar qaysi kompaniyaga pul tikishni hal qilayotganda bu comparability, ya'ni taqqoslay olish imkoniyati judayam muhim rol o'ynaydi. Ya'ni ular financial statementlarga, ya'ni hisobotlarga qarab turib, qaysi kompaniyaga pul tikkan foydaliroq bo'lishini o'sha prognoz qilayotganda, forecast qilayotganda bu judayam muhim hisoblanadi. Keyingi sifati bu verifiability, ya'ni tasdiqlash imkoniyati. Bunda boshqa mustaqil ekspertlar shu bir xil natijaga kelishlari mumkin bo'lishi kerak. Ya'ni bu ikki xil usulda tekshirish mumkin. Masalan, tekshirish to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bo'lishi mumkin. Masalan, to'g'ridan-to'g'ri tekshirishda, masalan, to'g'ridan-to'g'ri kuzatish orqali amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni bunda masalan naqd pulni hisoblash, masalan, cash counting bo'ladi. O'shanda masalan moliyaviy hisobotlarda, financial statementlarda o'sha balance sheet, ya'ni SFP, statement of financial position, unda cash masalan punkti berilgan bo'ladi. Unda qanchadir summani ko'rsatilgan bo'ladi. Xuddi o'sha yil oxiriga, masalan, o'sha yil oxiriga o'sha cash counting o'tkazib turib, masalan, pul sanashi o'sha rostdan ham to'g'ri kiritilganmi yo'qmi, o'shani tasdiqlash mumkin to'g'ridan-to'g'ri. Bilvositada bu qanaqadir model, formula yoki boshqa texnikaga kiritilgan ma'lumotni tekshirish va xuddi shu metodologiyadan foydalanib turib, xuddi shunaqa natijaga kelish yoki o'sha qayta hisoblash kiradi. Ya'ni bunda qanaqadir balanslarni o'sha qaytadan hisoblab turib, masalan, o'sha recalculation, reconciliation deydi. Shu qayta hisoblab turib, xuddi shunaqa natijaga erishib, shu tasdiqlash mumkin bo'ladi va bu o'sha reconciliation, recalculationlarni keyingi paperlarni o'rganayotganda, ya'ni F7, financial reporting va F8 auditda chuqurroq o'rganiladi. Enhancing'ga keyingi sifati bu timeliness, ya'ni o'z vaqtida taqdim etish. Ya'ni bunda ma'lumotlar yetarlicha tez taqdim etilishi kerakki, ya'ni foydalanuvchilar hali qaror chiqarmasdan turib undan foydalana olishlari kerak. Ya'ni umuman olganda, qisqa qilib aytsak, ma'lumotlar qanchalik eski bo'lsa, shunchalik foydali bo'lmay qoladi. Shuning uchun ularga shu up to date deydi, ya'ni yangi ma'lumotlar, ya'ni o'sha fresh new information qanchalik tez ularga available bo'lsa, ya'ni ularga tez yetkazilsa, ular, ya'ni userlar, undan ma'lumotni foydalanuvchilari undan shunchalik tez foydalanib turib, o'sha economic decision, qanaqadir iqtisodiy qarorlar qabul qilishda shunchalik tez va effektiv ishlatishadi. Va oxirgi sifat bu understandability, ya'ni tushunarli bo'lish.
Bunda hisobotlar aniq va sodda tarzda tuzilishi kerak va buxgalteriya o'sha bilimiga ega bo'lgan foydalanuvchilar o'zlashtira olishi kerak. Tushunish quyidagilarga bog'liq bo'ladi. Birinchisi axborotni taqdim etish usuliga va ikkinchisi foydalanuvchilarning imkoniyatiga, ya'ni uni tushuna olish imkoniyatiga. Financial statementlar, ya'ni moliyaviy hisobotlar tayinlanayotganda, uni foydalanuvchilari o'sha quyidagicha deb o'sha taxmin qilinadi. Shunaqa assumption bilan chiqariladi. Birinchisi, o'sha foydalanuvchilar o'sha tadbirkorlik va xo'jalik faoliyati to'g'risida o'sha yetarli bilimga ega deb taxmin qilinadi va berilgan ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'sha o'rganishga tayyor yoki o'sha o'rganish o'sha layoqatiga ega deb taxmin qilinadi. Shuning uchun financial statementlar, ya'ni moliyaviy hisobotlar qanchalik sodda struktura tuzilmasin, shu ma'lumotlar tushunarli bo'lishi uchun o'sha foydalanuvchilarni o'zini idrok etish, ya'ni uni tushunish qobiliyati muhim hisoblanadi.